Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi fermer xo'jaligimizga kelganmiz. Ruslan aka ismlari. Ruslan aka kombaynni qachon olgandingiz, qanday ishlatyapsiz, shu haqida kuzatuvchilarimizga ma'lumot bersangiz. 10-iyun kuni olib keldik. Mana klassik kombayn yaxshi, 260 dominator. Ishlar jarayonlari yaxshi, salarka tejamkorligi, fermerlar jalobasi yo'q. Hammasi yaxshi, servis xizmatlari vaqtida alohida e'tibor bilan kelishadi, qarashadi. Kombaynga jaloba yo'q, udobstolari yaxshi, hammasi zo'r. Yoqilg'i sarfi, pateriyasi haqida ham ma'lumot bersangiz. Pateriya masalasi umuman yo'q. Pateriya endi yaxshi, yoqilg'i tejamkorligi yaxshi u ham. Jaloba yo'q unaqa narsalarga. Glavni fermerlar jaloba qilmayapti, qolgani yaxshi. Rahmat aka, g'alla xurmoniga baraka sizga. Umringizga baraka. Joningiz Ko'p yillar xizmat qilsangiz. Joningiz sog'